Maşalloh, hammaga shunaqa xonadon nasib qilsin deganlar, bitta yurakchani qizartirib ketasizlar. Chiroyli xonadonimiz sotuvga chiqib qoldi. 2 sotixga joylashgan. Qarang, darvozaxonadan kirib kelar ekansiz, bitta mashina qo'yishga joy, bu yerda letniy oshxona qilib qo'yishgan ekan. Prixojiga bitta hojatxonaga ham nazarda tushyapti. Zeleniy zonani qarang, juda ham chiroyli holatda turibdi. Pollarimiz kafilidan chiqarib qo'yilgan. Xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rasiz, devorlari attachetodan chiqarilgan. Sizlarni ichkariga marhamat qilamiz. Kirishingiz bilan bitta chiroylikkina xo'lga nazarda tushyapti. Buni ro'parasida oshxonani ko'ryapsizlar. Razyuznoy oynalar qo'yib qo'yilgan ekan. Birinchi qavatimizdan yurib borar ekanmiz. Bitta kattagina zalga ko'zi tushyapti. Devorlarimiz attachetodan chiqarib qo'yilgan, pardalar ham ilib qo'yilgan holatda. Uni yonida bitta ota-onalar yotoqxonasi, o'zini sanuzuli bilan birga. Birinchi qavatimizda yana bitta общий sanuzilga ko'chirgan bo'lsa, xonadonning yuragiga katenli sistemalari joylab qo'yilgan. Sizlar bilan ikkinchi qavatga zina bo'ylab chiqayotganimizda chiroyli holatda lustraga ko'zingiz tushyapti. To'g'riga qarab yuradigan bo'lsa, bitta kattagina zal mehmonlarni kutish imkoniyatini beradigan chiroyli holatda remontdan chiqarib qo'yilgan. Uni yonida ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzili bilan birga bo'ladi. Yana bitta общий sanuzilga ko'zingiz tushyapti. Bitta o'g'il bolalar yotoqxonasi, bitta qiz bolalar yotoqxonasi bo'ldi. Kelgan manzilimizga yetadigan bo'lsam, Toshmiypostdan 2 kilometr ichkari kirganda Ko'ksaroy Dahaziga kelganmiz. Ko'rib turgan shu xonadonlarning narxi 167 ming dollar bo'ladi. 6 ta xona, 4 ta sanuzilga ega bo'lgan chiroyli bitgan tayyor holatdagi xonadonimiz. Bu yerda okizga ukizga yana olaman desangiz, yon atrofimizda yana 2 ta 3 tasi bitish holatida bo'lib turibdi. Egar raqamni qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib, talash tortishib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.